Assalomu alaykum aziz ota-onalar. Bugun sizlar bilan juda ham katta aktual va bizni otalarimizda, bizni millatimizda otalarida ko'p uchraydigan bir muammoni yechimini gaplashamiz. Undan oldin o'tgan safargi videomizni eslatib o'tmoqchiman. O'tgan safar biz bolalarimizni qiziqishlari yo'qolib qolsa, ularni qanday qilib paydo qilish haqida gaplashgandik. Bugungi mavzuyimiz asosan otalarga tegishli. Men o'zim ham otaman, ikkita o'g'lim bor va ota-o'g'il munosabatiga tegishli. Ya'ni qanday qilib biz ota-o'g'il munosabatida yaqin, do'stona munosabatlar qura olamiz? Qachon ular o'rtog'iga yetadigan narsalarni bizga ham eta oladi? Qachon ular onasiga dardini sochgandek, otasiga ham bemalol socha oladi? Qachon bolalarimiz, o'g'illarimiz bizga onasi orqali emas, o'zimiz bilan to'g'ridan-to'g'ri gaplashadi? Qachonki o'zimiz bizni yonimizda o'zini xavfsiz, xotirjam, ishonsa bo'ladigan tog', mani otam, mani tog'im deb his qiladi. Mana shu haqda gaplashamiz. Bu muammo bizda bor. Chunki men ota-onalarimiz bilan, otalarimiz bilan ko'p gaplashaman. Ba'zilarida kelib qolishadi, bolam bilan nima gaplashishni bilmayman deyshadi. Yoki bolam bilan bir yaqin his qilmayman. Nimadir gaplashmoqchi bo'lsam, onasiga aytaman, onasi orqali yetkazaman deydi. Yoki aytishadiki, bolam meni yo'limdan ketmayapti. Men zo'r mutaxassisman, zo'r tadbirkorman, lekin ishimni davom ettirmoqchi emas. Meni dardlarimni bo'lishmaydi, uni bosh o'zini dardlari bor deyshadi. Yoki onalar menda ba'zan shikoyat qilib qoladi. Bolam, o'g'lim men bilan yaqin, hamma narsasini aytadi, lekin otasiga cho'mchik sifatida qaraydi. Pulini bersa bo'ldi, boqib tursa bo'ldi. Onammi eri deb qaraydi. Shunaqa holatlar ham bor. Yoki bolalar keladi. Onamga bemalol gaplashib o'tiramiz. Onam bilan soatlab bir nimadan muhokama qilish mumkin. Odam bilan birga har xil ko'rsatuvlar ko'ramiz, kitoblar o'qiymiz. Otam bilan esa qanaqadir o'zimni noqulay his qilaman. Otam kelsa jim bo'lib qolaman. Otamga bir fikrimni ayta olmayman deyshadi. Bu narsani adashtirmasligimiz kerak otani salobati bilan. Otani salobati bo'lish kerak, to'ppa-to'g'ri. Otani ovqatlanayotganda o'zini joyi bo'lish kerak. Ya'ni u joyga hech kim o'tirmasligi kerak, to'ppa-to'g'ri. Otani gapi oilada albatta birinchi o'rinda hurmat qilinishi kerak. Bu bir-biriga qarshi narsa haqida gapirmayapmiz. Shu vaqtni o'zida ham lekin o'g'illar ota bilan yaqinlik his qilish kerak. Ya'ni bu meni otam, men istalgan mavzuda ular bilan gaplasha olaman, meni maslahatgo'yim, men ulardan maslahat ola olaman. Qachon biz maslahat ola olamiz? Qachonki biz ularga dardimizni ayta olsak, dardimizni ayta olmasak, qanaqa maslahat olamiz? Va bu ko'pchilik o'quvchilarimizda, millatimizda, xalqimizda, o'g'lonlarimizda uchraydigan muammoki, otasi bilan unchalik yaqin emas, do'st emas, birga mashg'ulotlar o'tkazmaydi. Shunchaki kundalik, keldingmi? Kelding, anuni to'lab yubor, buni qilib qo'y, men mening ovqatingni qildingmi? Anuni pulini berib yubordingmi? Kundalik suhbatlar. Buni yecha olamizmi? Albatta yecha olamiz. Chunki maktabimizda buni yechgan otalarimiz juda ko'p. Okean ortidan turadi, lekin o'g'illari bilan bemalol hazillashib gaplashadi. O'g'illari bir ish etsa, otasi o'g'illariga bir ish etsa, bittada qilishadi va uni hurmat bilan bajarishadi, majburlikdan emas. Shunaqa farzandlarimiz bor, otasi mana shu ishni qilishni yaxshi ko'rgani uchun yoki bir kiyimni kiyishni yaxshi ko'rgani uchun otam shuni yaxshi ko'rardilar deb turib, o'sha ishni davom ettiradi, o'sha kiyimni kiyishni davom ettiradi. Ya'ni buni demak epla olgan insonlar yetarlicha bizda. Shuning uchun bu muammoni biz yecha olamiz deb ishonamiz va aktualligiga ishonamiz. Endi nega bu muammoni onalar haqida gaplashmayapsiz deb so'rashingiz mumkin. Ya'ni nimaga ona va o'g'il yoki ona va qiz muammosi haqida gaplashmayapsiz deyishimiz mumkin. Ota-ona va bola o'rtasidagi yaqinlik muammosi bu umumiy muammo. Ya'ni ota-ona va bola o'rtasida bariyer doim bo'lgan. Lekin mana qarang, ona bilan qizni olsak, ko'pincha onalar va qizlar bir-biri bilan yaqin bo'ladi, bardosh bo'lishadi. Va ona va o'g'ilni olsak, men o'zim ham atrofimdagilar ham ona bilan yaqinroq, ona bilan erkinroq, onasini gapiga ko'proq quloq soladi. Hattoki shu biz ona tili deb ham aytamiz. Va ota va qizni oladigan bo'lsak, bu munosabat ham nisbatan osonroq o'g'il va ota munosabatiga qaraganda. Chunki otalar o'zlarini qizlarini erkalaydi, ular bilan o'ynashadi, bu ertaga uzatilib ketadi, bu bilan men o'ynatib olay, gaplashib olay deb unga mehr ajratadi. Gaplashmaydiganlar ham bor, lekin o'g'il bola va ota soni gaplashmaydiganlar, hurmat qilmaydiganlar, o'ziga kumir deb ko'rmaydiganlar, ideal deb ko'rmaydiganlar, faqat cho'mchak sifatida ko'radiganlar va o'g'liga bir narsani to'g'ridan-to'g'ri bo'lisha olmaydigan otalar foizi ancha balandroq. Shuning uchun ham birinchi bo'lib mana shu haqida gaplashmoqchimiz. Ya'ni ota va o'g'il bola o'rtasidagi munosabatlar. Bu ularni yaqinlik hissi yo'qligidan, ya'ni bir-biriga do'stlik bo'lmasligidan. O'sha ota boshqa o'zini sinfdoshlari, o'rtoqlari bilan bemalol gaplashadi, hazil-huzul qiladi.
bemalol o'tiradi soatlab mavzularni muhokama qilib. Boyagi o'g'il ham sinfdoshlari bilan, o'rtoqlari bilan bemalol gaplashadi. Bemalol o'yinlar o'ynashadi, bemalol hazil-huzul, darsdan keyin qolib nimadirlar qilishadi. Erkin his qiladi bir-birini. Lekin ikkita odam mana shu o'g'il va ota birga kelganda qiynalib qolishadi. Endi bu nimadan desak, bu erkakni yaqinlashish psixologiyasidan. Ya'ni kim? Erkak kishi o'zini qachon bir insonga yaqin deb biladi desak, biz o'sha narsada mashg'ulotlarni ko'ramiz. Ya'ni erkak kishi boshqa erkak kishi bilan yaqinlashish uchun albatta unda uchinchi narsa bo'lishi kerak. Ya'ni vaziyat bo'lishi kerak yoki kontekst bo'lishi kerak. Shunchaki suhbatlashgani uchun ular yaqin bo'lib qolmaydi. Shunchaki bitta xonada yashagani uchun ular yaqin bo'lib qolmaydi. Shunchaki bir-birini tez-tez ko'rib turgani uchun ular yaqin bo'lib qolmaydi. Bunga misol qilib aka-ukalarni aytishimiz mumkin. Bitta tom ostida birga katta bo'lgan, bitta ota-onaning bolalari, aka-ukalar orasida bir-biridan uzoq, lekin o'rtoqlari bilan yaqin bo'lganlarni ko'ramiz. Qanaqasiga ular birga katta bo'lgan-ku? Ha, masala shunda. Ular gaplashishgan bo'lishi mumkin, birga ovqatlangan bo'lishi mumkin, bitta xonada uxlab katta bo'lishgan bo'lishi mumkin, lekin ularning umumiy mashg'ulotlari bo'lmagan yoki kam bo'lgan bo'lsa ham. Muammo bizda 3-zonada, ya'ni 3-mashg'ulotda. Erkak kishi 3-obyekt bo'lganda, munosabatlar va mavzu bo'lganda boshqa erkak kishi bilan, o'g'il bola bilan o'sha vaziyatga tushganda u bilan yaqinlik his qiladi. Birga qanaqadir darsdan qochish, birga ishkallarga borish, birga o'qituvchining darsida sho'xlik qilib o'tirish, birga sportga borish, birga shaxmat chempionatida yutish, birga armiyaga borish, birgalikda odamlarni jig'iga tegish. Bu ham o'yinchoq bo'lishi mumkin. Misol uchun biz Ramazon etib borardik o'rtoqlarimiz bilan yoki eshikni taqillatib qochib ketardik yoshligimizda. Birga bitta futbol komandada qarshi futbol komanda uchun o'ynash. Shuning uchun armiyadoshlar bir-biriga juda ham yaqin bo'ladi. Armiyadagi do'stim o'zi bir oy birga bo'lgan. Lekin do'stim deydi. Yoki baliq oviga erkaklar birga boradi. Mana shu meni do'stim deydi. Bundoq so'zlarini yig'sangiz mingta so'z chiqmaydi. Birga gaplashmaydi, lekin birga baliq ovlab o'tirishgan. Shuning uchun ham sinfdoshlar bir-biri bilan yaqin bo'ladi. Ular ko'p gaplashmagan bo'lishi mumkin, lekin birga qiyinchiliklardan chiqishgan. Shuning uchun sinfdoshlar, bitta jamoadagilar bir-biriga birga biz mana shu muammolardan yechganmiz deydi. Ya'ni erkak kishi bu muammolarni yechish uchun, tashqaridagi dunyodagi muammolarni yechish uchun tuzilgan miya, tuzilgan organizm. Erkak kishining vazifasi hayotidagi muammolarni yechish bo'lgandan keyin, ana shu muammolarni yechishda yordam bergan boshqa erkak kishilar uni yodida qolib ketadi. Suyansa bo'ladigan tog'dek ko'rinadi. Shuning uchun ham biz bir odam bilan erkak kishi sifatida uzoq gaplashsak ham yaqin bo'lib ketmaymiz. Birga katta bo'lsak ham aka-ukamiz, amaki-ochamiz yaqin bo'lib ketmaymiz. Qachonki ular bilan biz birga bog'dan uzumlarni terib, olchalarni terib, bozorga birga sotsak, kimdir u yog'idan ko'taradi, kimdir bu yog'idan ko'taradi, kimdir sotuvchi bilan gaplashadi, kimdir taxlab turadi. Bitta muammoni har xil tarafdan yechsak, shunda biz yaqinlik his qilamiz. Va ota-onalarimizga va ota bolalarimizga ana shu narsa yetishmaydi deb o'ylayman. Ha, albatta biz o'tiramiz birga, tushlik qilayotganda yoki nonushta qilayotganda suhbatlashamiz, ha, maktabingda nima bo'ldi deymiz. Keyin o'g'il javob beradi. Hammasi yaxshi. Endi o'qituvchi bunaqa dedi, bolalar bunaqa dedi deymiz va shu bilan mavzu yopiladi. Lekin tasavvur qiling, agar biz o'g'limiz bilan birgalikda bitta futbol komandada bo'lsak, bizni ko'chamiz va narigi ko'chaga qarshi o'ynasak. Endi boyagi tushlikdagi suhbatni tasavvur qiling. Ha, o'yin zo'r bo'ldi. Hujumga zo'r turib berdingiz, lekin bolam. Lekin men boy joyda shundoq gol urishingizga ozgina qoldi, ani chiqib qoldi-da, oyog'ingizdan chalmaganda, adar rosa harakat qildik. Lekin boyagi hakam bor, adolatsizlik qildi. Bizga qizil ko'rsatish kerak, ularga qizil ko'rsatish kerak bo'lganda ko'rsatmadi-da, bo'lmasam yutib ketardik bizni. Qarang, suhbat paydo bo'lyapti. Men o'zimni uydagilarim bilan, ayniqsa otam bilan shu jarayonlarda yaqinlashganman. Biz birga do'kon yurg'izganmiz. Gaplashganmiz, bu joy mana bunaqa-da, mana narxi bunaqa ekanda, mana bitta olsak, mana arzonroq bo'lar ekanda, ada mashinga nima deysiz deb yaqin bo'lib ketganmiz. Va boshqa tadbirkor do'stlarimizni ham so'rasak, qachon ular aka-ukasi bilan, otasi bilan yaqin desa, bitta loyihani ustida ishlashgan, bitta biznesni ichida ishlashgan. Yoki bitta qurilish ichida ishlashgan. Bizda mahallamizda bir aka bor, o'zining ikkita o'g'li bor va ular bilan juda yaqin. O'ta yaqin, shu darajadaki hattoki bolalar otasi bilan birga yuradi, qaysidir ishga borsa birga boradi. Otasining kasbi bu, misol uchun patolog qilishda otasining kasbi. Ana shu ikkalovi ham otasining kasbidan ketgan. Bundoq kuzatsangiz, ular har kun birgalikda 3 kishi, ota va ikkita o'g'il mana shu shiftlarni, patologlarni remont qilishadi, ya'ni tuzatishadi. Birgalikda ovqat olib kelishadi, birga qiyinchiliklardan o'tishadi, birgalikda shu mijoz bilan gaplashishadi. Keyin qarasizki, ular yaqin bo'ladi. Va aytish mumkin, hozirgi otalarimiz e'tiroz bildirish mumkin.
Hozir men bolalarim maktab o'quvchisi bo'lsa, qanaqa men buni biznesimga aylantiraman? Yoki men siz aytgandek novvoy bo'lmasam, birga bolalarimni yonimga qo'sha olmasam, men yurist bo'lsam, qanaqa bolalarimni yonimga qo'shaman? Men shifokor bo'lsam, uni jarrohlik xonasiga kirgiza olmayman. Ya'ni bolalarimni olib kelishgunimcha u 25 yoshga to'ladi. Shuning uchun men uni o'qityapman. Ximiya, biologiya, ertaga men uni tibbiyot institutiga kirgizaman, keyin 25 yosh bo'lganimda u yonimga keladi va biz birgalikda jarrohlik operatsiyasini qilamiz. Ha, to'g'ri. 25 yoshga borganda u yoningizga kirib, ana shundan keyin yaqinlashishni boshlanadi. Lekin bizning muammo aynan bolalarimiz bizni yaxshi ko'rmagani uchun, otalardan o'zini uzoq his qilgani uchun, ana shu 25 yoshdagi jarrohlikgacha yetib borishi ham qiyin bo'lib qoladi. Endi men otam kasbidan ketishim kerak. O'zi uncha qizuv ham emas ekan kasbim. Otam bilan ishlayman ertaga. Otam bilan o'zim unaqa chiqishmayman-ku. Undan ko'ra mana IT sohasi menga qiziqroq tuyulyapti deydi. Shuning uchun ham biz buni voqeroq boshlashimiz kerak va tabiiyki e'tiroz o'rinli. Yurist, arxitektor yoki shifokor do'stlarimiz 10 yoshli bolalarini yonlarida birgalikda muammoni yechishga olib kirisha olmaydi. Bunga ham yechimimiz bor. Bunga ikkita yechimimiz bor. Birinchi yechimimiz bu umumiy dam mashg'ulotlari ham yaqinlashtiradi. Birga chang'i uchishliklar, lekin albatta u mashg'ulotning qiyinchiligi bo'lishi kerak. Birga golf o'ynashlar, birga bowling o'ynashlar, birga tennis o'ynashlar. Sharti biz bitta jamoada bo'lishimiz kerak. Ya'ni 2-2. Biz ikkita bu yoq tarafdamiz, u yoq ikkita tarafda. Yoki bo'lish mumkin futbol o'yinlari hozir gapirib berganimiz. Biz futbolda bu yoq tarafdamiz, u yoq taraf u yoqda. Qo'shma stol tennis bor, 2-2 o'ynaladi. Ota-o'g'il biz bu yoq tarafdamiz, ular bu yoq tarafda. Mana shu ham bizni umumiy biz bitta jamoadamiz. U hozir meni qo'llab olsa, men uni qo'llab olsam, yaqinlik u meni qutqaradi degan narsa bo'ladi. Va ikkinchisi, bu mashg'ulotlarni qo'ysak, bizda 3-mavzu o'rtaga kirishi. Ya'ni ota va o'g'il birgalikda bitta ko'rsatuvni ko'rishimiz. Misol uchun yaxshi podkastlar bor. Balki bizning podkastimizdir, bilmayman. Balki boshqa do'stlarimizning podkastidir. Ikkalamiz ham qiziqadigan mavzuda birgalikda ko'rishimiz va tushunmagan joyimiz kelganda yoki qiziq joyi kelganda to'xtatib, nima deysiz mashinaga? deb muhokama qilishimiz. Chunki birga ko'rganning o'zidan yaqin bo'lib qolmaydi. Birga o'sha vaqtda biz muhokama qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni 3-mavzu, 3-zona bizga kerak bo'ladi. Eng yaxshisi baribir bu mavzu emas, bu mavzu faqatgina kirib olish uchun. Eng yaxshisi baribir bizga o'sha mashg'ulotlar. Va albatta boyga ish, pul topish bo'lishi shart emas. Bog'i birga chopish bo'lishi mumkin. Uzumlarni birga xomtok qilish bo'lishi mumkin. Kompyuterni buzilib qolgan birga remont qilish mumkin. Misol uchun men o'g'lim bilan, o'zimni, kichkina o'g'lim bilan, ya'ni 4 yoshli o'g'lim bilan o'yinchoqlarini birga remont qilamiz, birga tuzatamiz. U ushab turadi, men klaylayman yoki qog'ozlarini olamiz, yopishtiramiz yoki u qarab ochib turadi, men o'sha qog'ozga qarab o'yinchoq yig'aman. U o'ng balonni taqadi, men chap balonni taqaman. Kichkina bolalikdan mana shu narsani qilishimiz mumkin. Bu nasihat qilganimizdan ko'ra, dars o'tganimizdan ko'ra ularga ko'proq foyda beradi. Bilasizmi, ayol kishilar suhbat bilangina yaqin bo'lib keta oladi. Ya'ni bitta qizdan so'rab, eng yaqin deganing kim? Siz bitta odamni ko'rsatish mumkin. Mana bu deyish mumkin. Nega shu bilan yaqinsan desa, ko'p gaplashganmiz, juda ko'p sirlashganmiz. Juda ko'p vaqt o'tkazganmiz. Ya'ni gaplashishni o'zi, suhbatni o'zi ularni yaqin qila oladi. Erkak kishilar esa afsuski unaqa emas. Shuning uchun ham biz o'rtaga mashg'ulotlar va qo'shimcha mavzular qo'shishimiz mumkin. Endi savol tug'ilishi mumkin otalarimizda. Aynan siz ota bo'lsak yoki onalarimizda otalarga shu videoni qo'yib bermoqchi bo'lsak, menga ro'yxat bering. Nima mashg'ulotlar bolalarga mos bo'ladi? Nima mashg'ulotlarni ota va bola birga o'tkazsin? Ro'yxatni beramiz hozir. Lekin bir narsani eslatib, bolaga u qiziq bo'lsin. Biz chaqirib turib, men duradgorman, bolam qanasan, u yoq tarafidan ushab tur. Bu ham zo'r, lekin avvalo bolaning mashg'ulotlari bor. Bir do'stimizga shunaqa tavsiya berdim. Bolam Robloxga qiziqadi dedi. Bo'ldi, siz ham qo'shiling, birga o'ynang. Yana kimdir aytish mumkin, bolam Lego qurishga qiziqadi. Bo'ldi, birga qo'shilib o'shani quraylik. Ya'ni avval biz bolaning mashg'ulotiga kiramiz, keyin bola bizning mashg'ulotimizga kiradi. Videoning oxirida mana shu nima mashg'ulotlarni ota va bola birgalikda bajarib, o'zaro yaqinlashishi mumkin degan mashg'ulotlarni ro'yxatini keltiramiz. Ana shu mashg'ulotlarni hech bo'lmasa 4 tasini, 5 tasini bir oyda bir qilib tursak, o'g'limiz bilan ota sifatida va o'zimiz o'g'il bo'lsak, o'zimizni otamiz bilan ancha yaqinlasha olamiz. Shunchaki bitta jamoada bo'lib, umumiy mashg'ulotlar va ikkalamiz birga o'tirib, 3-umumiy mavzular. Mana shusiz o'g'il bolalar, erkak kishilar yaqinlasha olmas ekan. Na iloj. Lekin agar shu narsani o'zi bo'lsa, bir oyda yaqin bo'lib ketsak bo'lar ekan. Shuning uchun ham armiyani esladik. Bugungi aytmoqchi bo'lganlarimiz shu edi. Dolzarb mavzu, otalarimizga tegishli mavzu. Bir necha otalarimizga men shaxsan gapirib berdim bu mavzuni va o'shandan keyin o'yladikki, buni video qilib chiqarsak, boshqa otalarimizga ham foyda bo'lar ekan. Keyingi videoyimizda biz bolalarni jiddiy olish haqida gaplashmoqchimiz. Ya'ni bu bolalarni kattalardek olish. Qaysi joyda kattalardek olishimiz kerak, qaysi joyda unga o'z holiga qo'ymasligimiz kerak, qanaqa gaplashishimiz kerak, qanaqa gaplashsak bizning millatimizda yetishmaydigan bolalardagi mustaqil fikrlash
o'zini o'zi hurmat qilish va aytgan ishini yoki xohlagan ishini oxirigacha qilib borish xususiyati rivojlanishi mumkinligi haqida gaplashamiz. Keyingi videoda ko'rishguncha. Agar bu videomiz sizga yoqqan bo'lsa, biz shunaqa videolar qilishni, yana ham ko'proq qilishni reja qilganmiz. Keyingi videolarimizni o'tkazib olmaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. Rahmat.